Bugun odatdagidan-da o'zgacharoq taom tayyorlashga kirishdim. Sababi bugun 1-iyun, bolalarni himoya qilish kuni. Farzandlarimni shunaqa chiroyli taomlar bilan siylashni xush ko'raman. Demak, ishni boshladik. Kartoshkalarni olib, ikkiga bo'lib, ichini qoshiqcha yordamida o'yib, shunaqa karabliklar hosil qilamiz. Qiymasi uchun mol go'shti, piyozni cho'rkadan chiqarilgani, ziravorlar, tuz va ozgina salat yog'i kerak bo'ladi. Qiymani yaxshilab aralashtirib, har bir kartoshkani ichiga to'ldirib solib chiqiladi. Har bir ona farzandi ishtaha bilan taomlansa, albatta xursand bo'ladi va yana ajoyib taomlar tayyorlashga ishtiyoqi baland bo'ladi. Shuning uchun farzandlarimizni shunaqa chiroyli taomlar bilan siylaylik, aziz onajonlar. Bu arada kotletli kartoshkalarimiz tayyor bo'ldi. Endi qaylasi uchun urinamiz. Qizib turgan qozonga yog' solamiz va piyozni yaxshilab qovurib olamiz. Sarimsoq piyozni ham to'g'raymiz. Bu ovqatga o'zgacha ta'm bag'ishlaydi. Pomidor, bulg'or qalampiri va kartoshkamizni ichidan chiqqan yana kartoshkalarni ham qovurib olamiz. Yaxshilab sabzavotlarimizni suvi chiqquncha qovurib, tuz, uyda bor ziravorlardan, lavr yaproqlaridan solib, yana aralashtiramiz. Va so'nggi jarayon, kotletli kartoshkalarni qozonga birma-bir terib chiqamiz va ustidan lavr yaprog'i solib, suv quyib, 30-35 daqiqaga past olovga dimlab qo'yamiz. Mana antiqa taomimiz ham pishib tayyor bo'lib yetildi. Endi suzish jarayonini kuzatishingiz mumkin. Bunday chiroyli taomni ko'rib, har qanday insonning ishtahasi ochilishi tayin. Ayniqsa bunday taomni tabiat qo'ynida yesangiz, yanada kayfiyatingizga kayfiyat qo'shilishi aniq. Men ham oilam bilan ushbu taomni o'zimizning hovlimizda chiroyli manzara ortida tanovvul qildik. Sizga yoqimli ishtaha tilab, keyingi videolar qadar omon bo'ling deb qolaman.